hozir men o'zimniki mashalusining qon to'liqlash ichimligini ichmoqchi. Meni bu qon to'liqlash ichimligimmi tugaydi deyman. Bu tugab bo'lsa yangisini akeldirib bo'lmay, buni uzmay ichayotganim bek uzoq bo'lib ketdi. Agarda sizda qon oz bo'lsa 3 botulik deydilar, hech bo'lmaganda bir oy ichib bersangiz bo'ladi. Chunki buning bir botulik 500 ml faqat 10 kun bilan yetadi. Lekin buni ishga vaqtinglarda mushu lampasiga qo'yib ichinglar, bir qitimda 15 ml ichsanglar bo'ladi. Sigir bilan ichsanglar tishinglar qartab ketishini oldin ola olasizlar. Hech bo'lgandan keyin cho'ng tartiblar qartab ketishi normal ahvolmi? Chunki buning tarkibida mol temir moddasi bo'lgandan keyin buning hammasi badanga sumirmaydi. Sumirmay qolgan 2-3% cho'ng taraf bilan badan sirtqa chiqadi emas, shuning uchun yetilishib ketganlar bo'ldi. Homilador qizlar, bugun qilayotgan qizlar, bola emitayotgan qizlar, operatsiyadan chiqib kutinayotganlar, badan chiniqtirayotganlar hammalar ichsanglar bo'ldi. 6 yoshdan yuqori bolalarning hamsi bo'ldi. 6 yoshdan tuyan bolalarning ichidan qon to'liqlash ichimligi umuman shu cho'ng'imda endi mayak bo'lsa o'g'limniki Fuchs Vision Susi. Buningda biz bolaga vitamin C, vitamin D3, vitamin B1, B2, B6 uchun hammani to'liqlab bo'ldi qilib. Shuning bolalar uchun birini to'liqlaydim deb bir patma, nas bir qo'sqin to'yg'iz qo'ymay, mushna pasanglar bo'ldi. Har bir yoshli bolalarniki ichidan miqdor o'xshamaydi. 3 yoshdan yuqori bolalarga pasanglar bo'ldi. Bolalarning ichimliklarini ichkazmayman, bu ichimlik deb turib ishlayotgan uzoq bo'ldi. Immun kuchini oshiralaydan tirnoqlarining atrofida atkanlar chiqib ketishining oldini ilib, ishtahim yaxshi bo'ldi. Baldiki ish qilib ko'rilgan o'sha masalalarni shunda olib ketalasizlar. Mana o'g'limniki bir qitimning ichidan miqdori 20 ml. O'g'lim yalab ketdi ichki.